Qatdan ham yomg'irli havoda shu videoni ko'rib qoldim. Buni tayyorlamasam aniq uxlamayman deb tezda tayyorlashga kirishdim. Arab blogerni aytishi bo'yicha tuxum bilan shakarni ko'pirtirib, ketidan sut, o'simlik yog'i, vanilin, un va kakaoni solib, mikserda bitta massa bo'lguncha aralashtirsak, videoda o'xshab chiqadigan biskvit tayyor bo'ladi. Arab food blogeri aldamabdi, video retsept 100% ishonchli ekan. Pishgan biskvitimizni xuddi shunaqa qilib teshib chiqamiz. Biskvit soviguncha ustidagi glazurini tayyorlaymiz. Buning uchun mahsulotlarimizni solib, gazda quyultirib olamiz. Sariyog', shokolad solib bir rov aralashtirib, sovigan biskvitimizning ustidan glazurimizni quyamiz. Shu bilan mega shokoladli shirinligimiz tayyor bo'ldi. Yomg'irli havoda bitta chashka kofe bilan juda zo'r ketadi. Videoga like bosib, kimga jo'natishni bilasizlar-ku o'zingizlar. Sizlarga foydali eslatma, men doim Simpson mahsulotlaridan foydalanaman. Chunki mahsulotlarning har biri sifatli. Kir yuvish uchun gel va kapsulasi juda ham zo'r. Hojatxona tozalovchisi deysizmi, shampun deysizmi, hamma mahsulotlarni topib olasiz. Mahsulotlardan foydalanib ko'ring.